Buxoro shahridagi Zarmet universiteti hayotida unutilmas va faxrli lahza. Tibbiyot yo'nalishida tahsil olayotgan birinchi kurs talabalari uchun oq xalat kiyish va shifokorlik qasamyodi marosimi bo'lib o'tdi. Bu marosim nafaqat yangi o'quv bosqichining boshlanishi, balki kelajak shifokorlarning inson hayoti oldidagi mas'uliyatni his etish, tibbiy axloq va fidoyilik yo'lidagi birinchi qadam sifatida alohida ma'naviy ahamiyatga ega. Zarmet universiteti va Zarmet Pratiksha universitet klinikasi ta'sischisi Shukurlayev Dilshod Dalerovich marosimda so'zga chiqib, yoshlarni chinakam shifokorlik yo'lining sharafli, ammo mashaqqatli ekanini ta'kidladi. U fidoyilik, sabr-toqat va bilimga chanqoqlik orqali inson hayotiga yorug'lik olib kirish har bir tibbiyot talabasi uchun eng oliy burch ekanini eslatib o'tdi. Xohlaymanki, sizlar ham 6 yildan keyin bakalavrni tugatib, 2 yil ordinatura va 3 yil magistraturani o'qib, shifokorlar safiga qo'shilib, jamiyatimizga va xalqimizga xizmat qilasizlar degan umidda bugun sizlarni mana marosimimiz, ya'ni qasamyod marosimini tashkil qildik. Zarmet universitetida davolash bo'limida birinchi kurs talabasiman. Hozirda bugun oq xalat kiyish marosimiga keldik va bu bilan birga qasamyod ham qilamiz. Bu yo'nalishni bolaligimdan qiziqqanligim uchun tanlaganman. Bu yo'nalishni tanlashimdan asosiy maqsadim yoshligimdan qiziqish va oila a'zolarimning shu yo'nalishga meni to'g'ri yo'naltirilgan deb hisoblayman. Bugun bizda oq xalat kiydirish marosimi bo'lib o'tmoqda. Shu bilan birgalikda qasamyodni ham qabul qilib bo'ldik. Bizga qasamyod qabul qilish juda maroqli, shiddatli o'tdi. Zarmet universitetida sharoitlar juda yaxshi, ustozlar juda yaxshi pedagoglar dars o'tib bormoqda. Biz darslardan mamnunmiz. Bizning tashrifimizning birinchi kunidayoq zamonaviy jihozlangan kutubxonalar, laboratoriyalar va amaliy mashg'ulot o'tkaziladigan simulyatsiya markazlari bilan tanishdik. Bu markazlar bizga bevosita tajriba orttirish va tibbiy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. Shu sababli menimcha bu joy tibbiyot sohasida o'qish va bilimlarimizni rivojlantirish uchun eng yaxshi maskan. Universitet rahbariyati va bizga hurmat bilan munosabatda bo'lgan barcha xodimlarga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Tadbir davomida universitetning professor o'qituvchilari, faxriy mehmonlar yosh avlodga ezgu tilaklarini bildirishdi. Ular bugungi shogirdlarning ertangi kunda yurtimiz sog'liqni saqlash tizimining tayanchi, xalq dardiga malham bo'luvchi shifokorlar bo'lishiga ishonch bildirishdi. Hello everyone. Hozirda Zarmet universitetida anatomiya professori sifatida faoliyat yuritaman. Bu yerda faoliyat yuritish va universitet jamoasining bir qismi bo'lish men uchun katta sharaf. Bugun talaba yoshlarga oq xalat kiydirish marosimida ishtirok etyapmiz. Ular orasida ham mahalliy, ham xalqaro talabalar bor. Bu haqiqatan ham quvonchli va esda qolarli kun. Zarmet universiteti talabalari juda iqtidorli, mehnatsevar va faol. Universitetning infratuzilmasi ham juda zamonaviy. Ishonchim komilki, bu yoshlar kelajakda tibbiyot sohasida katta yutuqlarga erishadilar. Barcha bo'lajak shifokorlarga muvaffaqiyat, kuch, g'ayrat va omad tilayman. Oq xalat poklik, sadoqat va inson hayotiga bo'lgan e'tibor ramzi. Shu ramziy daqiqa bilan Zarmet universitetining yangi talabalar avlodi o'z kasbiy yo'lini boshlab, shifokorlik burchiga sodiqlik qasamiga qo'l qo'ydi. Bu marosim nafaqat an'ana, balki Zarmet universitetining yoshlarni zamonaviy tibbiy bilim, yuksak kasbiy madaniyat va insoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash borasidagi qat'iy e'tiborning ifodasidir. Shu tariqa Buxorodagi Zarmet universiteti yana bir bor o'zining yurt sog'lig'iga sodiq, ma'naviy barkamol va bilimdon avlodni voyaga yetkazish yo'lidagi sa'y harakatlarni amalda namoyon etdi.